Bu yo'talib qolibdi-ku, bromgeksin, ambrokson olib kelar, aptekadan tez-tez beraylik. Trubkasi o'tib ketmasdan. Hozir bu aytadiganim borku, 90% ota-onalar qiladigan pnevmoniyaga sabab bo'ladigan katta xato. Ko'pchilik shu bolalarda yo'tal paydo bo'ldi deyish bilan aptekaga yuramizda ambraksol yoki bo'lmasa shunga o'xshash siruplarni olib kelib turib bolaga berishni boshlaymiz. Men ma'lumotlarni asosiy qismiga o'taman. Siz esa layklarni ayamasdan bosib, videoni oxirigacha kuzating. Ko'p hollarda bolalarda yo'tal birinchi navbatda burun bilan boshlanadi. Burunda shiliqlar ko'payib ketib, burun orqali o'sha tomoni orqa devoriga oqqanligi uchun tomoni qichti, balg'amli yoki bo'lmasa quruq yo'tallar paydo bo'ladi. Video davom etadi, lekin shu joyda bitta savol. Siz ham farzandingiz kasal bo'lganda mana shunaqa balg'am ko'chiruvchi yoki har xil siruplarni berganmisiz? Kommentariyada yozib keting. Bunaqa vaqtda, ya'ni o'sha burun bilan paydo bo'lgan yo'tallarda hech qachon balg'am ko'chiruvchilar berish mumkin emas. Sabab bolalarda balg'am ko'chiruvchilar ichgandan keyin burun yo'llaridagi balg'amlar ham suyulib va ko'proq yana ham balg'am ishlab chiqarishni boshlaydi. Bola uni yo'talib chiqarib bera olmaydi. Qattiq yo'tal bizga o'xshab kattalarga o'xshab tupurib tashlay olmaydi-yu. O'shaning uchun keyin bronxlardan keyin pastga qarab, o'pkaga qarab yo'naladi-da, pnevmoniyaga sabab bo'lib qoladi. Bilaman, hamma ota-onalar farzandim deydi. Farzandiga mehribon, farzandim sog' salomat bo'lsin deydi. O'sha mehribon ota-onalar bu xatoni qilmasligi uchun bu ma'lumotni ularga shunday yuborib qo'ying, sizdan minnatdor bo'ladi.